Aka 5 milliondan ozgina qiynalamiz, lekin sizlar obunachilaring uchun, biz obunachimiz Vodiy o'z obunachisi uchun, obunachisi uchun xudo xolasa like bosib, kommentariyaga otangga rahmat deb turing. 5 million 100 dan bir joyga Samarqandgacha dastur. 5 million 100 dan bir joy. Barakasini bersin. Assalomu alaykum, Vodiy kanali obunachilar. Mana yana arzonchi optimchi Abdulazizda Qorasiga kelganmiz. O'zlaring ko'rib bahoni beraverasizlar. Bugun ham Qo'chqorlar aka udoridan tinig'idan ham kelib qo'yganman dedilar. Mana o'zlaring ko'rib chiqishini bahoni beraverasizlar mana. 2 partiyalar sotilib ketibdi. Qo'chqorlar tinig'idan o'ta bo'ybastlari ham normalnisidan keyin o'zlaring bir qator ko'rib bahoni beraveringlar. Yoqqan jetga har doimgidek bitta like dirsillatib do'stlarga paylasib qo'yasizlar. Bular to'liq ma'lumotni har doimgidek Abdulaziz ukamizni o'zidan olishda davom etamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum. Do'stlar, charchamasdan. Xudo xolasa ro'zalar ham tutasizlar, qiynalmasdan. Abdulaziz uka bugun ikki partiya o'tgan safar obunachilarimiz olisdi. Hamma partiyani yana olib kelib qo'ydik, xudo xolasa. Sonlari 28 ta, Qashqadaryoniki, yemini yeb turgan o'ziga yarasha. Soni 28 ta Abdulaziz. Mana o'zlar yemini yeb turgan ekan, o'ziga yarasha do'stlar. Unaqa mayda chudasi yo'q. Hammasi bo'ybast mana tepasidan olib qo'yaman. Bir xilda mana o'zlaring ko'rib bahoni beringlar obunachilar. Minusga olaverasizlar. Ichida 85 ham chiqarib. Bo'ylarni 80 plyusga olaverasizlar. Minus chiqmasa kerak. Endi minusga ham olaverasizlar deyaptilar Abdulaziz ukamiz, lekin minus chiqmasa kerak endi. Meni mo'ljalim bu obunachilar. O'zlaring bir qator ko'rib bahoni beringlar. Abdulaziz ukam buni yosh oyligi qancha ekan? Yosh oyligi 12-13 oylik oldi shakkacha chiqargan. Obunachilarimiz uchun. Mana do'stlar. Yorgan o'zi. Ha, chiqaribdi do'stlar. Ekishga o'tgan mana. Ikkiga o'tgan var ham. Bo'ybast hammasi yaxshi, chiroyli, sifatli do'stlar. Imkon boricha sizlarga aylantirib ko'rsatishga harakat qildik do'stlar. Navodinda qayerdadir xato kamchilik bo'lgan bo'lsa, shuni aloqaga chiqasizlar, ekrandagi nomerga qo'yiladi. Yoqqanni nechtasini menga video tashlab yubordislaring Telegramdan sirazi 24 soat sizlar uchun aloqadalar. Sirazi tashlab beringlar. Nechtasini desalaring do'stlar. Abdulaziz ukam, ular soni 28 ta ekan. Endi biz obunachilarga eng muhimi puli. Shtugidan emas, pul arzon bo'lsa 50 ta bo'lsa ham olib qo'yishaveradi ukam. Hop, 28 tani bir joyga olaman deysa yoki 2 kishi kelishib bo'lib olamiz deysa, qancha qilib berasiz ukam? Biz obunachilar uchun. Mana 5 million 400 dan olib ketsa, dastavkasi. Bozorda mana arzon narx aytdilar mana. 200 ming arzon aytibdi. Bozorda arzon haqiqatdan shuni bozorga olib chiqsa agar qolmaydi do'stlar, mana qo'ylarga qaranglar, qo'chqorlarga qaranglar, dumbalarni qaranglar, bir-biridan mana sifatli, bir-biridan chiroyli, qaysi birini tanlashni bilmaysizlar do'stlar. Endi Abdulaziz ukam, men obunachilarim nomidan qo'lni bering. Bir narx aytay. Agar obunachilar sizlarga ham aytgan narxim to'g'ri kelsa, bitta like dirsillatib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirib qo'yaverasizlar. Qo'lni bering ukam. Buni 5 million 400 dan demang ukam. 5 million. Mana obunachilar sizlar uchun bitta narx so'rayman. 5 milliondan bo'ladimi? Aka 5 milliondan ozgina qiynalamiz, lekin sizlar obunachilaring uchun, biz obunachimiz. Vodiy o'z obunachisi uchun. Vodiy o'z obunachisi uchun xudo xolasa like bosib, kommentariyaga otangga rahmat deb turing. 5 million 100 dan bir joyga Samarqandgacha dastur. 5 million 100 dan bir joy. Barakasini bersin. Endi tortishadigan joy qolmadi adashmasam obunachilar. O'zlaring ko'rib bir bahoni berib qo'yinglar. 5 million 100 da 28 donani bir joyga olaman degan akalarimiz Samarqandgacha dastavkasi bor ekan. Sog'ligiga boshqasiga garantiyasi bor-a? Bitta garantiyasi bor, xudo xolasa yemasa, ichmasa, yo'talsa qaytarib olamiz, lekin sindirib, o'ltirib, bo'stirib qo'ysa o'zlariga. Ana, eshitdilar. To'liq ma'lumot bo'ldi do'stlar. Endi ham o'z vaqtida chiroyli qilib bersalar, xudo xolasa bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi do'stlar. Endi buni bitta, ikkita olamiz. Deysa qanaqa bo'ladi pullari? Kelishilgan holatda bo'ladi. Kelishilgan holatda. Qolgan joylarga ham kelishilgan holatda dastavka chiqarib beraverasiz 12 ta viloyatga. Vodiy bo'ylab Samarqandgacha dastavkasi tekin ekan do'stlar. Bitta, ikkita olamiz desa ham tekinmi? Ikkita olamiz desa ham tekin, dastavkasi tekin. Ha, dastavkasi tekin. U yoqqa kelishiladi. Do'stlar mana, bizdan ko'rib bir qiro bahoni berib qo'yinglar. Yo'qsa bitta like bosib kommentariyani
Voy dod degizib tashlanglar. Shu bolaga otangga rahmat ukam. Qo'chqonlaring zo'r ekan degizib tashlanglar. Endi sizlar e'tiborlaringizga do'stlar, ikkinchi partiyani ham chiqaramiz. Xudo xolisa videodan uzoqlashmay holatda ko'rib bahoni berib boraverasizlar o'zlaring. Mana do'stlar, ikkinchi partiyamiz ham chiqdi. O'zlaring boshlashdan oldin bir ko'rib olib, nazar solib olib, nima qilasizlar, keyin boshidan boshlab yosh oyligi, narxini sekin tanishtirib o'tamiz siz obunachilar uchun. Oldin bir ko'rib olinglarchi. Aytgan narximizga to'g'ri keladimi, kelmaydimi? Fikrlaringizni o'z kommentariyada qoldirasizlar. Manzilni eslatib o'tamiz. Manzil Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani, Optimchilar qishlog'i, Qatag'on-So'riy qishlog'ida har doimgidek Optimchi Abdulaziz ukamiz xonadonidamiz. Obunachilar kech o'lyapti-yu, lekin ikki partiya qo'yimiz bor edi hozir. Sarig'i bilan qorasi. Sarig'i bilan qorasidan o'pish son nechta ekan bularni? 19 ta, qorasi 6 dona, sarig'i 13 dona. Qorasi 6 dona, sarig'i 13 dona ekan do'stlar. Ikki partiya deb hisoblasalang bo'laverar ekan. Kech bo'lib qolyapti o'zi, vaqt kech bo'lib qoldi haqiqatan ham. Hozir qo'chqonlar ham yaxshi chiqmay qolmasin videoga degan holatda ikkinchi partiyamizga o'zi 3 partiya qilish kerak ekan. Ikki partiyada urib yubordik do'stlar. Buni puli ham ikki xil chiqishi mumkin. Uni o'zlaring video davomida kuzatib borasizlar. Xo'p, Abdulaziz ukam, bular yosh oyligi qanaqa ekan? Yosh oyligi 11-12 oylik. 11 oylik. Hop, 11-12 oyligi sariqlarimi shunda? Sariqlari 11-12 oylik, 10-11 oyliklari qo'chqor, qoralari. Qoralar ekan. Kashtan variantida mana o'zlaring ko'ring, bahoni beravering. Obunachilar nima deyapti qo'chqonlar? Abdulaziz ukam, endi eng muhimi buni puli-da. Puli to'g'ri. Sarig'ini qancha qilamiz, qorasini qancha qilamiz yoki hammasini ko'tarangiga bittada sotamizmi bir xil narxda? Shunaqa ham qilaveramiz. Shunaqa ham qilaveramiz mana. Qancha deyapsiz endi buni? Bo'lmasa addenni sotsangiz addenni ayting 6 tani. Mana ikki xil narx aytamiz. Ozmoz bozori bor. Ozmoz xayri bor. Ozmoz xayri bor. 5 million 300 dan sariqlar ketsin, 4 million 800 dan qoralar ketsin. 4 million 800 dan qoraladi va 5 million 300 dan sariqladi. Shunday. Sariq variantidan boqaman menga. Degan obunachilarimizga mana o'zlaring ko'rib bahoni beringlar. 5 million 300 dan dedilar. Xohlasa xayrini qilib chiroyli qilib beringlar. Sizlar uchun baribir bir marta narx so'raymiz. Narx so'ramasak bo'lmaydi do'stlar. Abdulaziz aka, birinchi partiyani qo'ydingiz 5 million 100 dan obunachilar uchun. Endi buni so'raymiz-da, ikkinchi partiyaga baribir sal bo'lsa ham yengilroq bo'lish kerak ekan. Hop. 4 million 800 dan sariqlarga qo'lni beringchi, biz obunachilar uchun 4 million 800 dan. 4 million 800 dan deb endi unaqa qilmanglar aka. Qancha qilib berasiz oxiri? So'rash bizdan aytish. 5 million 200 dan beraman. 5 million 200 dan. Yo 5 million 200 deb endi siz ham chicha tushib bermang. Dangal tushing, bitta tushing, zo'r tushing ekan. Shu gapingizga mana qarab turing. 5 milliondan olsin like bosib otinga 5 milliondan 13 tasini, ha? 13 tasini sariqladi. Qoralarni-chi men so'ramayman, o'zingiz ayting. Dangalini ayting, men so'ramaydigan qilib ayting, ha. 1 million 600 dan bo'ladi. Ozmoz bozor bor. Kelishsan, ko'rishsan bozor. Ha, xayrini qilib berasiz. 6 tasi obunachilar mana 4 million 600 dan qoralari, 5 milliondan sariqlari barakasi bo'ldi, xudo xolasa. Kam ko'rsatini o'zlaring kelishtirib olasizlar aloqaga chiqib. Bu bizni ham taxmin kelishtirib qo'ydim siz obunachilar uchun. Chunki bunaqa qo'chqonlarni har kuni ko'rib yuribman, ham taxmin haligilarni bilaman. O'ta arzon, o'ta sifatli bo'ldi bugun. O'zlaring bir ko'rib guvoh bo'laverasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta narsa esdan chiqarib Xo'p. qo'ylarga hali tarov berilgani yo'q. O'shaning uchun jicha sifatsiz. Ha, qo'ylarga har pardozini berilmayapti do'stlar mana. Pardoz berilmagan holatda ko'ryapsizlar. Agar pardoz berib qo'yilsa bilasizlarmi, qo'chqonlar do'stlar qanaqa ko'rinishga ega bo'ladi? Bozorga olib chiqib 5,5 dan dars etib sotadigan holatda bo'ladi do'stlar. O'zlaring ko'rib bahoni berib qo'yinglar. Yoqqan yetkazib like darsilatib do'stlarga podlisa qilib qo'yasizlar. Kanalimizga obuna bo'lmasdan kuzatib turgan akalarimiz bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'yasizlar do'stlar. Bundan keyin ham bundan sifatli, chiroyli, eng muhimi arzonidan, sifatligidan chiqarib borishga harakat qilamiz akalar. Videomiz yoqqan bo'lsa bittadan like darsilatib qo'yasizlar.